Assalomu alaykum. Hurmatli jurnalist blogerlar. Qadrli matbuot ommaviy axborot vositalari xodimlari. Sizlarni 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan samimiy tabriklab, o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Bugungi kunda jamiyatda ochiqlik, oshkoralik, erkin fikr almashinuv va ijtimoiy faollikni ta'minlashda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlarining o'rni beqiyos. Matbuot bu xalq va davlat o'rtasida ko'prik, haqiqat va taraqqiyot nigohidir. Sizlarning har bir materiallaringiz, chiqishingiz, surishtiruv va maqolangiz ijtimoiy hayotimizda muhim o'ringa ega. Aziz matbuot va ommaviy axborot vositalari sohasi fidoyilari, sizlarga sog'lik, kuch, g'ayrat, tinimsiz izlanish va yutuqlarga boy ijodiy hayot tilayman. Qalamingiz doim o'tkir, fikringiz dadil, e'tiboringiz doim haqiqatdan chekinmasin. Sizlarni kasb bayramingiz bilan yana bir bor samimiy muborakbod etaman. Bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Endi matbuot xodimlari, o'zimiz tuman blogerlari, sizlarga tumanimiz xalqi nomidan, o'zimiz tumanimiz hokimligi boshidagi barcha tashkilot nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Yana o'tgan yillar shunday yig'ilib gaplashib oldik. Yil davomida yordamlaring kelsa tegadi, hech qanaqa bir salbiy holat yoki boshqa nima yo'q. Kamchiliklarimizni ko'rsatib, muammolarni hal qilish yo'lidagi ishlaringiz ham, yutuqlarimiz erishayotgan aholi tomonidan birgalikda qilayotgan yutuqlarimizni ham yoritishda, xalqimizga yetkazishda, viloyat miqyosida yetkazishga o'zlaringizni hissalash qo'shyapsizlar. Mana shu ishlaringizga Alloh madadkor bo'lsin. Sog' salomat bo'lingizlar. Juda katta rahmat. Hurmatligimiz, kasbdosh desam, men umuman boshqa soha vakiliman. Shunday desa, men kasbdoshlar sizlarni bayram bilan tabriklayman. Sog' salomat yuringizlar, oilalaringiz baxtiga. Endi hokimimiz ham bloger desak bo'ladi. Biz bilan birga. Men bitta yutug'imiz Jarqo'g'onda e'tibor qilamiz, boshqa tuman hokimlarni chiqatda Serovat hokimi ko'p deydi. Dilfuza Jarqo'g'onga havasim keladi deydi. Oldinlari o'ylardim deydi. Shu Dilfuza bor Jarqo'g'on hokimlarini yesa kerak deb deydi. Yo, to'g'ri, bironta hokim degan joyim bor deydi. Havasim keladi sizlarga deydi. Nima muammolar juda kam deydi. Hech deydi bir nimayatim, bitta yutug'imiz bor dedim. Jarqo'g'onimizning hokimi yosh to'g'ri dedim. Lekin har juma kuni dedim, sayyor qabul. Har kuni xalq bilan yuzma-yuz, bizning muammomiz ko'p, o'sha yoqqa yo'naltiriladi, xalqchaga boradi, hech bo'lmasa bir 80% hal bo'lib ketadi. Muddat talab qilmaydigan aslan sayyor qabul qilasizmi? Qilamiz, lekin bizga o'xshamagan bo'lsa kerak-da endi. Hal bo'lib ketadi. Shuning uchun juda ham tarqab ketmasa kerak bizdagi murojaatlar hammamizga yo'naltirganimiz uchun. Endi murojaatlarning to'g'ri qiyinligi bor, osonligi bor, moddiy tomondan kelib chiqish bor, ijtimoiy holati bor. Shunday bo'lsa ham hamma birgalikda shu rahbarlar sizga ham nafas bo'lib, ham fikr bo'lib, yordamchilaringiz, o'rinbosarlaringiz hammasi sizga yordam beryapti. Ularga ham omad tilayman, sizga ham omad tilayman, qolganlarga ham omad tilayman. Lekin shu o'rinda bitta ozgina ko'p gapirmayman, lekin men shu vaqt aytmasa bo'lmaydi. Namangan borib keldim. Endi men shu taklif etmoqchiman, o'zi viloyatga borib taklif etmoqchi edim, tumanga ham aytay. Bu yerda rahbarlar ko'p ishlamaydi ekan, bu yerda xalq ko'proq ishlaydi ekan. Bo'sh vaqtimiz bo'ldi, Asasaga shaharga turib keyin men bo'sh vaqtimni bilan hozir hamma konsertga men mahallalarga chiqib ketib, aylanib kelay deb borib mahallalarga guruh qilsam, odamlar, masalan, bularda bitta mening mahallam, mening uyim, mening ko'cham, mening qo'shnim degan bir tadbirlar o'tkazadi ekan. O'zlari просто bepul targ'ibot ekan. Uni pul ajratib, kimdir yordam bermaydi ekan. Masalan, bitta o'qituvchi hovlisiga gul ekkan ekan, gulini beryapti. Shu gullarni ekib zo'r qilgan. Yonidagi qo'shni boshqa tashkilotga ishlash ekan, shunga gul ko'chat berib, chiroyli qilgan, bir-biriga shu ulashib ketgan. Shunchalik ko'chalarni obod qilib, gul ekib, daraxt, hamma ko'chaga chilishib pishyapti. Hamma 3-4 daraxt ekkan, sotamiz deydi. Pul deydi, bunchani masalan juda ko'p tugadi ekan. Ro'zg'orga nima deydi? Daromad ro'zg'orga o'yda shunday ekan. Hamma narsa pul, bitta gul eksa ham pulga sotib beradi yoki daraxt arzonchilik. Masalan, men ko'rdim, shakarni kilosi 5,5 ming so'm, 1 litr bo'yi 10 ming so'm. Namangan Surxondaryo mana bir-biriga solishtirib ko'ring.
kiyim-kechak material qimmat, juda qimmat. Bizdan 3 barobar qimmat. Lekin Prag'da bizdan 3 barobar arzon. Ikkalasini bitta ko'ylak ko'rsangiz 500 ming deydi. Bizda 150 ming so'm kerak. Men narxlamaga ham bir qiziqib tartibi, lekin eng bitta zo'r narsa bizdan shu tashqi qilsakdan, masalan, mana ko'rdingiz, mana O'zbekiston bizni yoritmadi. Bir 2 kun borib sizga aytdim. Odamlarni qibidonga o'tirgan ishi, odamlar musor tozalayapti, elektrisitet, tashkilot, hamma tashkilot bor, hokimlar o'lib tirilyapti. Shunday narsani tezda otib o'ynab yo'qoldi. Katta ayollar pampersga o'tadi, o'zimiz ko'p pampers tushdi, qaysi yerdan tushganini bilmadim. Direktorimiz shu oldiga tushdi, unutib qarayapmiz, bilmaymiz. Lekin shu mahalla bor, ma'naviyat bor. O'zbekistonda ma'naviyat o'lib ketgan ekan madaniyat. Shu yoqqa borib ko'rib keldim. Bular nima ish qiladi deyman, tarbiya ishlari bor, maktablar, o'qituvchilar bo'ladi. Bizda ham mana shunaqa bepul albatta. Bu mana bunday qil deb biz ham shu tashkil qilsak-da, shu hamma dom bormi, hovlilar bormi, mahalla bormi, mahalla ittilarga tarbiya ishlari boshida hamma o'zi ishlasa. Tashkilotlar forma kiyib, o'zini ishini qilsa-da, borib birovni domni oldiga yoki beriga ishlamasa-da. Mana shu takliflarni hokimiyat, tashkilotlar o'ylab chiqsa. Odamlar bizda hamma ma'qul bo'lib, haligi ana o'ylanib qolibdi. Shu qilsak qiladi hokimiyat. Ko'rsatma deydi. Nimaga qilmasin? Qiladilar hokimiyat odamlar deydi. Ya, hokimiyat odamlarga musul tozalasin, birovni hovlisini tozalash yuklatilmagan. Uni har biri o'zining vazifasi bor, o'zining ishini qilish kerak. Biz mana bir elektrisitet bor, dom tozaladi. Endi shu elektrisitet dom tozalasin degan joy yo'q. Elektrisitet o'zining qiladigan ishi yo'q. Bu liniya o'tkazish kerak, daraxtlar kesish kerak. Men kechib qo'yapti endi o'sha tozalash evaziga. Madaniyat o'qishimiz kerak. Ya, mana shularni aytaylik, boshqa payt juda odamlar va bu narsa maktab direktorlari targ'ibot qilib o'zgartirish mumkin-da. E'tibor berilmasak o'zgarmaydi. Baribir ham kirib boraverish kerak. Sekin-asta o'zini uyini Alloh ko'chasi obod bo'lgandan keyin qolganlari ham ergashadi. Mana ko'cha obod bo'libdi-ku, mana uni oldinlari sekin boshlasa ham qiladi. Yo, 2-3 ta boshlab beraydi. Namuna qilib boshlab bergan odam kerak. Boshlab bersa bo'ladi, shuni mahalla maktab bor. Tashqarisi ham ishi ham yuribdi. Shularni video qilib menga tashlab beryapti, video qilib. Keyin o'zimni mahalla ham rais ham nomina bo'lish kerak deb o'zimni uyimda ham tushirib deyapti. Hovlisini, tashqarisini qilib deyapti. Ko'rpalarga tashlayapman deyapti. Odamlar o'rgansin. Qo'shnisi tashqarisi qanday, ichkarisi qanday, shu madaniyat olib kiraydi. Odamlar shunday o'zgarib boshladi deyapti. Endi hamma hurmatli tuman hokimi Elmurod Ro'zmurodovich, hurmatli ijtimoiy tarmoq faollari, jurnalistlar, blogerlar. Elmurod Ro'zmurodovich, avvalambor sizga ijtimoiy tarmoq faollari bilan, jurnalistlar bilan hamkorligingiz, bizlarni sizga yuborayotgan murojaatlarimizga tezkorlikda javob qilib, murojaatlarni ijobiy hal etganingiz uchun rahmat aytamiz. Barcha ijtimoiy tarmoq faollari nomidan Jarqo'rg'onimizda rivojlanishi, iqtisodiy, ijtimoiy barcha jabhalarimiz yangilanish, o'zgarishlarni targ'ib qilib, qo'limizdan kelsa xizmatdamiz. Rahmat sizga. Rahmat. Ustozlar tugamaydi gapirishim. Avvalambor assalomu alaykum. Tumanimiz rahbari. Bizni mana shu iliq kayfiyatda kutib rahmat, e'tibor qolaman. Endi qo'limdan kelgancha aholi muammolari bilan ishlab harakat yuribman. O'zimizni yana nima deb prezidentimiz aytgan-ku, sen kim bo'lsang, avvalo o'zing mahallangga yordam, o'zing ko'changga. Yana qishlog'imizda bitta ko'chalar tosh to'ktirdik, qayta chiqib ko'rib viloyat hokimiyatiga. Transformator olib keldik, lekin har ichki ishlar olmagan ekan. Uni ham qayta surishtiryapti. Nima qishlog'imizga qaray, qishlog'lar obod bo'lsin. 2 kilometr nimani ham o'zim tashabbus qilib, avvalgi raisning davrida viloyat hokimiga nima qilib keltirgan, uni dasturga tushirib qo'ygan nasib bo'lsa 2 kilometr 200 metr asfalt. Umumiy viloyatning umumiy dasturga kiritilgan. Bahodir aka. Qaysi mahalla edi siz? Alisher Navoiy. Har qalay iloji boricha shu mahallamizga, Jarqo'rg'onimizga qo'limizdan kelgancha yordam qilaylik, harakat qilyapmiz. Kasb bayrami bilan hamma hamkasblarni tabriklayman. Mana shunday hokimimiz yosh, g'ayratli, tashabbuskor, hamjihatlikda ishlab nasib bo'lsa, yana ham Jarqo'rg'onimizni obodonchiligiga, iqtisodiy rivojiga qo'limizdan kelgancha hissa qo'shamiz. Nasib bo'lsa, Jarqo'rg'on o'zi umuman viloyatdagi eng yaxshi tuman.
Masalan, men viloyat bo'yicha murojaatlar bilan men ham ishlayman, lekin Jahonam bir yilda bitta ikkita murojaatim kelib turibdi. Shunday. Tinch. Bu Rahmat. degani Sen rahbardan ham yaxshi yaxshi ishlayotganligidan dalolat. Shunday. Hozir endi qabulda ham boshqacha tartib qildik. Bugundan boshlaymiz yo ertadan. Har juma kunga qabul emas, har kun qabul qilamiz. Ishchi guruhga kelib tushadi. Boyagi 10 ming, 20 ming, 30 ming rasxod qilib kelib, 4 soat ochlikka turib, issiqda dorimi, ichi ziqna qilib hammasini qabul qilamiz. Onlayn mahallaning o'ziga boradi. Mas'ullar boradi. Qo'limizda aniq bo'ladi. Hamma tashkilot ham ovora bo'lmaydi. Xalq ham ovora bo'lmaydi. Hammasi bilan gaplashamiz, suhbat qilamiz. Navbat topib ko'ramiz. Xo'p, nimaga xalq qabulxonasiga, prezident portaliga murojaat ham kesin kelmayapti shunaqa. Joyda hal qilib beramiz. Har kun bo'ladi lekin. Ertalabdan Odam o'rganib chiqdim balki o'rganib. 50-60 ta bo'ladi, 12 ta boshlaysiz, 6 gacha davom etib ketadi. Ham kutadi, bir xil janjal bo'lib qoladi u yerda. Meni ochlatmaysiz. Yo bir 20 ming, 30 ming keladi, direksiya ovqat yeydi, yana ketadi, bir 50-60 ming xarajat. Kerak bo'lsa ish qilib qo'yapsiz siz bilan. Bir imzosi kerak, pechati kerak. Shunday, ovoragarchilikni kamaytiramiz, lekin hammasi bilan gaplashamiz. Mahallani o'zida, rais xonasida. Shunday tashkil. Takliflar ko'p, nasib bo'lsa hamkorlikda yana ishlaymiz. Bo'ldi, xudo xolasa yechamiz. Sizlar ham ishlaringiz kerak. Qilayotgan ishlarimizda mana shu infratuzilmani rivojlantirish jamg'armasini ochdik. Aytganmiz sizlarga, to'g'rimi? Mana shu jamg'arma mablag'idan mana hozir 300 million so'm mablag'da toshlashga ajratdik. Sherobodni toshdan toshiymiz. Endi boya Qoraqir, Daryoni to'kmaymiz dedi. Bu to'kasam qumga aralashib 1 yil 2 yildan keyin yana rasvo bo'lib qoladi. Birdan asfaltga tayyorlab ketaveramiz. Xudo nasib asfaltni bizdan bosib ketaveramiz. Sekin-sekin bosib. Hozir 300 million so'm ajratdik. Bugun yo ertadan boshlaymiz. 200 necha reys bo'ladi? 350 million so'm ajratamiz. 300 reys bo'ladi. 1 million 200 ming so'mdan Sheroboddan toshib beradi. Reyslar. Keyin suv bilan bog'liq turbaga 150 million, mana 500 million pul paydo bo'ladi. Mana shu taklif qilib, infratuzilma jamg'armani ochmaganimizda bu pul yo'q edi-da, endi Prishanaga qarab o'tirdik, Prishana birinchi oylikda chiqmadi. Bironta muammoni yecha olmadi. Mana shu taklifni ilgari surib, Jarqon tomonidan chiqqan, prezident ma'qullagan, butun respublikaning 208 ta tuman shaharlarda ochildi. Hokimlar endi bilib chiqib, taklif mendan chiqqan uchun Elmurod aka rahmat. Shunday sharoit bo'ldi. Hammamizning ishimiz oson bo'ldi, deyapti-da. O'zi 3 oyda 300-500 million yig'ilyapti-da. 1 yilda 2 milliard, 2,5 milliard ancha-muncha muammoni shu bilan ham yechamiz. Bari iqtisodchiligi 300 reys hozir bir 10-15 ta mahallani to'liq 10-15 ta mahallani to'liq hozir toshlashib tugatadi. Keyingi oyda ham yig'iladi, toshlashga, keyingi oy yig'iladi, toshlashga ketaveramiz. Shu bilan muammoni xudo xolasa shu yilgacha yechamiz deb va'da qilganmiz, yechamiz. Bundan tashqari hozir yana bir taklif qildik. Viloyatdan yordam so'rak, eng ko'p toshlanmagan ko'cha bizniki. Qum to'kkan yo boshqa qilgan hozir yana toshlashga muhtoj bo'lib qolganda 150 kilometr. Bironta tumandan chiqib qolgani yo'q. Keyin bo'lib Sheroboddan toshimiz, masofa ham uzoq, narxi ham qimmat. Qilamiz. Qolgan masalalarda ham mana yo'llar bo'yicha, yo'l asfalt bo'yicha zo'r bo'ldi. Eng muammoli istagan ko'cha edi, uni ham qildim. Hozir Kakayda yo'lni sal remonttalab shuni qilyapmiz. Shaharda ishlari ham shahar obod bo'ldi. Bir tekis. Hozir ona haykalni qildiryapman. Ona haykal ham ancha yildan beri remont qilinmagan, qolib ketgan ekan. Ona haykalni oldini soyabon ko'tarib, chiroyli qilib ona haykalni ham ko'rinishini zo'r qilamiz. Odamni kelib ishlagan qilib manzara qilamiz. Bir xatdan surxon ancha o'zgaryapti. Asfalt bo'ladi. Yo'qda bansa qilgan yo'l, burilgan yo'l ulanmay qolganlikda. Buni homiylik hisobiga qilingan, lekin to'liq bo'lmagan. Latokkacha qilish kerak. Quruvchi mohiyatga yetkazmadi. To'g'ridagi latok qilingan yangi ko'cha. 30 metrda qiladi. Ha. Buni siz olsangiz, Uni ham bosib ko'rib chiqamiz. Shundan ko'z tegmasin, Jarqon tumanimizga umuman matbuotchilarimizga ham ko'z tegmasin. Hammasi juda faol ravishda ishlayapti. Shuni orqasidan sizlarning aytgan gaplaringiz bilan, maslahatlaringiz bilan yoki takliflaringiz bilan ham ko'p ishlarni qilyapmiz hozir. Endi imkoniyatni kengaytirib boraveramiz. Xudo xolasa sizlardan ham bizlardan ham maqsadimiz xalq muammosini yechish. Shu muammoni yechib kamaytirib olsak bo'ldi jamiyatda. O'z hammasi joyiga tushadi. Aholining roziligi yo'lida mehnatlaringizga ko'z tegmasin, hamma ishlarimizga Alloh madadkor bo'lsin. Rahmat. Qadrlash bo'yicha